Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uğur Qurultayı BDT Kişilik Hüquq Kengashiga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari tafsili bayon qilingan 25 moddalik doklad sunib, BDT Kişilik Hüquq Kengashining kelar yili 1-oydan 2-oygacha o'tkazilgan 45-qatimliq yig'inida Sharq Turkistonda ilib berayotgan jinoiy qilmishlar uchun Xitoydan hisob so'rashni talab qildi. Chunki BDT Kişilik Hüquq Kengashining 45-qatimliq yig'ini Uyg'ur masalasi uchun intayin muhim bir yig'in bo'lib, yig'inda Xitoyning 4-qatimliq qarorlik kişilik hüquq xotirasi ko'rib chiqiladi. BDT Kişilik Hüquq Kengashi har 5 yilda bir qatim BDTga a'zo davlatlarning kişilik hüquq xotirasini ko'zdan kechirib chiqadi. Oxirgi qatim 2018-yili kişilik hüquq xotirasi haqida BDTda hisob bergan Xitoy hokimiyati BDT Kişilik Hüquq Kengashining kişilik hüquq xotirasini ko'zdan kechirish yig'inlarida g'arb diplomatlari, BDT mutaxassislari va kişilik hüquq tashkilotlarining Uyg'urlar haqidagi keskin tanqid va savollarga duch kelsimi, bu tanqidlarni davomli rad qilib, BDT mutaxassislarining savollariga javob berishdan o'zini qochirib kelmoqda. Shundaqli Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish ilib berish talablarini rad qilmoqda. Qurultayning BDT Kişilik Hüquq Kengashiga yo'llagan doklati 22-iyul kuni Qurultayning rasmiy tor betida e'lon qilindi. Dokladda Xitoyning kişilik xotirasi oxirgi qatim ko'zdan kechirilgan 2018-yildan buyon Xitoy hokimiyatining BDTning tavsiya va ogohlantirishlariga pisand qilmay, Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni izchil davomlashtirib kelganligi, o'zining iqtisodiy kuchi va BDTdagi nopozdan foydalanib, BDTning munosabatli organlari va dokladchi xodimlarini singdirishga tirishib kelganligi, BDT Kişilik Hüquq Oliy komissarligi tarafidan o'tgan yil 31-avgustda Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga qilcha amal qilmaganligi eslatib o'tildi. Qurultayning dokladida o'tgan 5 yildan buyon Sharq Turkistonning kişilik hüquq vaziyatining taxmi ko'rinarli nacharlashganligi, Xitoyning bu jarayonda atalmish terrorlik qarshi turish qonunini chiqarib, bu xohlagancha tutqun qilish, majburiy emgak, raqamli kamerada nazorat qilish, majburiy tuqqandochilik o'rnatish, diniy bostirish, diniy o'rinlarni vayron qilish, shundaqla ayollar va bolalar huquqiga xiloflik qilishni o'z ichiga oldiganligi, bir butun nuqtadan olganda bu qilmishlarning Uyg'ur xalqini vayron qilishni tub maqsad qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyat tashkil qildiganligi qayd qilindi. Dokladning oxirida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini darhol to'xtatish va BDTning tavsiyalariga amal qilish talab qilindi. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, BDT Kişilik Hüquq Kengashining kelar yili 1-oydan 2-oygacha o'tkazilgan 45-qatimliq yig'ini Xitoy uchun intayin muhim bo'lib, bu yig'inda Uyg'ur masalasi haqida qaror qabul qilinish ehtimoli nihoyat yuqori. Xitoy taraf hozirdan boshlab BDTda o'zini oqlashning ko'yiga tushgan. Onundan başqa yana Uyg'ur hərəkət təşkilatı bu münasibət bilan BDT Kişilik Hüquq Kengashiga təfsili doklad sunub, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatini sharhlaygan. Mazkur tashkilotning 20-iyul e'lon qilgan bayonotida qayd qilishicha, bu tashkilotning BDT Kişilik Hüquq Kengashiga yo'llagan dokladida Xitoy Xalq Cumhuriyati sodir qilayotgan turli kishilik huquq dafsanchiliklariga oid dalillar sunilgan. 20-iyul kuni kechda Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bosh sohibxonligida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuriy Turkalga bag'ishlangan sharaf kechilik faoliyati o'tkazildi. Bu qatimliq faoliyat Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuriy Turkalning hozirgacha ishlagan xizmatlariga bag'ishlangan bo'lib, murosimga Amerika Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim, Amerika Xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Rashid Hussein, Amerika Xalqaro adliya xizmati bosh elchisi Beswan Shak va boshqa Amerika hukumati, davlat majlisi ham siyosiy tashkilotlarining ko'plagan vakillari ishtirok qildi. Shu jumladan yana Kanada parlamentining Samir Zubayri boshliq bir qancha nafar a'zosi, Dunyo Uyg'ur Qurultayı raisi Dolqin Isa, Hong Kong demokratlari vakillari hamda Washington atrofidagi Uyg'ur jamoat vakillari qatnashdi. Marosimda Nancy Pelosi xonim va boshqa arboblar orqadan so'zga chiqib, o'xshamagan nuqtalardan fikr qilib, Nuriy Turkalning hozirgacha ishlagan xizmatlariga yuqori baho berish bilan birga muhojiratga Uyg'ur da'vosi hamda Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa mansub ko'plagan masalalarni tilga oldi. Marosimda so'z qilgan arboblar hatto Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik masalasini o'z ichiga olgan xristianlar masalasida Amerika siyosiy sohasidagi erishki partiyaning mavqesi o'xshash ekanligini ta'kidladi. Yig'in riyosatchisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xizmatchisi Julie Millsap oldi bilan Nuriy Turkalning Amerika tavasiga qadam qo'ygandan buyongi o'qish, xizmat va advokatlik hayoti haqida qisqacha tushuncha berdi. Arqadan ayni vaqtda Nuriy Turkalning Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan Nancy Pelosi xonim so'z oldi.
U o'zining Nuri bilan tanishish jarayonini eslab o'tish bilan birga Uyg'ur jamiyati navbatda duch kelayotgan qirg'inchilikni, Xitoy hukumatining shuncha ko'p qabih siyosatlarini ijro qilish jarayonida Uyg'urlarni qanchalik vayron qilayotganligini alohida eskartdi. Bo'libmi, hargiz qaytlanmaydi deb dunyoviy va'da berilgandan keyin davomli holda yuz berayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun Nuri Turkelga o'xshash texim ko'p kishilarning o'tirg'i chiqishi lozimligini ta'kidlab, biz bu kurashdan hargiz voz kechmaymiz. Shuningdek, g'alabaga bo'lgan umidimizni texim yo'qotmaymiz deb ko'rsatdi. Shu qatorda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqan Isa qatorliqlarim so'z elib, Uyg'ur davosining kichiklikdan zo'rayib bugünkidek holiga kelishi, shundaqla bu jarayonda muhojiratga ko'plagan kishilarning bu jihatda o'xshamagan jihatlarda o'z to'kpilarini qo'shib kelganligini, Nuri Turkelning ana shu xildagi kishilarning biri ekanligini muayyanlashtirdi. Arqadan bu qatimqi faoliyatning aziz mehmonlaridan bosh elchi Rashid Husaynmo so'zga chiqdi. U Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetidagi har qaysi komissarlarning yillardan buyon Uyg'urlar duch kelayotgan turli diniy zulmlarni fosh qilish hamda buningga qarshi chora-tadbirlarni elish yo'lidagi xizmatlarga yuqori baho berdi. Bo'libmi Amerika Xalqaro adliya bosh elchisi Bez xonimning so'zlari shu qatorda faoliyat ishtirokchilarining yurak tarini chekdi. U rahbarlik qilayotgan guruhga yillardan buyon insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni davom qilayotgan Xitoy hukumatining turli jinoyatlarini to'plab Amerika hukumatiga yo'llash natijasida 2021-yili Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Uyg'urlar duch kelayotgan muomala irqiy qirg'inchilikdir degan tarixiy bayonotni e'lon qilgan. Bez xonim va Nuri Turkel birlikda e'lon qilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davom qilayotganda Xitoy bilan savdo qilishni ma'ni qilish temidagi ko'plagan doklad va maqolalar Amerika hukumatining Sharq Turkistondagi majburiy emgak bog'lanishlik bir qator qonunlarni ma'qullashiga bevosita turtki bo'lgan. Faoliyatga ishtirok qilgan ko'plagan mehmonlarga o'xshash Umu Nuri Turkelning o'z kechmishlari asosida yozilgan tarjimalining Yolg'izli Nurining hayot so'zgarashlari bo'lib qolmasdan, yana millionlagan Uyg'urning dard asaratlarining inkosi ekanligini, chunki asarda tasvirlangan Uyg'ur ayollari duch kelayotgan qabohatning hammadan bekrak kishining yurak bag'rini ezdiganligini alohida eskartdi. Kanada federal hukumatiga bevosita qarashliq Kanada shirkatlarining qonun tuzumlariga amal qilib qilmaganligi haqida maxsus tekshirish ilib boradigan organi 11 iyul kuni Uyg'ur majburiy emgak chetishliq Nike Kanada va Altun Kan shirkati Dynasty Gold ustidan rasmiy tekshirish boshlaganligini e'lon qilgan va Kanada federal hukumatining bu qarori Kanada matbuotlarida intayin zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Kanada federal hukumatiga bevosita qarashliq Kanada shirkatlarining qonun tuzumlariga amal qilib qilmaganligi haqida maxsus tekshirish ilib boradigan organi 20 iyul kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti qatorliq 28 ommaviy tashkilotning sungan arziga asosan yana 10 Kanada shirkati ustidan tekshirish boshlaganligini e'lon qildi. Kanada federal hukumatining mazkur qarori 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab kelib yerlashtirish haqida Kanada federal parlamentida ilingan qarordan keyingi Uyg'urlar masalasida besilgan eng zo'r qadamlarning biri bo'lib hisoblanadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xtapandim 2022-yili Kanadadagi 28 kishilik huquq tashkiloti va ommaviy guruhlarni, shundaqla advokatlar jamiyatlarini safarbarlikka keltirib, ularning o'rtaq imzosi bilan Kanadada Uyg'ur majburiy emgak chetishlik bo'lgan 14 cho'ng shirkat ustidan Kanada federal hukumatining Kanada shirkatlarining qonun tuzumlariga amal qilib qilmaganligi haqida maxsus tekshirish ilib boradigan organiga arz sungan edi. Dastlabida Kanada federal hukumati Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti boshlamchiligidagi 28 tashkilotning yuqorqi iltimosini rad qilgan bo'lsa-mu, ammo ular Kanada hukumatiga Uyg'ur majburiy emgak chetishlik shirkatlar haqida davomli yangi dalil isbotlarni sunish va Kanada parlamentida Uyg'urlarni qo'llayotgan parlament a'zolari orqali hukumatga besim shakllantirish orqali oxirgi hisobda Kanada federal hukumatining Uyg'ur emgak chetishlik bu shirkatlar haqida tekshirish ilib berishni qo'lga keltirdi. Dastlabki bosqichda tekshirishga uchragan dunyodagi nopozli shirkatlardan hisoblangan Nike Kanada bilan Dynasty Gold shirkatlari o'zlarining dunyodagi obraziga salbiy ta'sir ilib kelishdan vahima yeb, darhol bayonotlar e'lon qilib, o'zlarining Uyg'ur majburiy emgak bilan chetishlik yo'qligini, Uyg'ur majburiy emgak masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan savdo aloqasini o'zgarligini ilgari surishgan edi. Amdilikda qolgan 10 shirkatning Kanada federal hukumatining yuqorqi tekshirish qaroriga qanday inkos qaytarilganligi hozircha noma'lum. Xitoy islom ellarining ichida ommaviy tashkilotlari va islom o'limalari Uyg'urlarning bostirilishiga oshkor norozilik bildirayotgan birdan-bir davlat bo'lgan Bangladeshga ommaviy diplomatik faoliyatini kuchaytgan. Bangladesh taratqullarining xabar qilishicha, 20 iyul kuni Bangladeshning 10 kishilik bir muxbirlar o'miki Sharq Turkistonda ziyorat bo'lish uchun Urumchiga yetib kelgan. Bangladesh Birlashma xabarlar agentligining 21 iyul bergan bu vaqtdagi xabarda bu ziyoratning Xitoyning taklifiga binoan uyushtirilganligi,
Xitoy doiralarining Beijing bilan Dakka orasida xalqlar bilan xalqlar munosabatning kuchayishi, ularning bir-biridan o'rganishi va birlikda o'rtaq taraqqiyot va gullanishga mengishga yordam beradi deb ko'rsatganligi bildirilgan. Xitoy hukumatı Bangladesh muxbirlarini Xitoyga taklif qilishdan ilgari Bangladeshlik ulamolar 14-iyul kuni Bangladeshning sharqi-janubidagi Cox's shahrida o'tkazilgan bir yig'ilishda Xitoy hukumatini Uyg'urlar qartilgan bostirishni to'xtatishga chaqirgan hamda xalqaro jamiyatning Xitoyga qarshi taxim keskin tadbirlarni elishni talab qilgan edi. Bu Xitoyning Uyg'urlarga aloqador masalalarda G'arbga qarshi qo'zg'agan yangi bir navbatlik ommaviy diplomatik hujumining bir qismi deb qaralmoqda. Yaqinda atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik Partikom izlanish jurnalida maqola e'lon qilib, sirtqi qarta Şinjanning hikoyasini yaxshi so'zlashga oid yangi harakat boshlaganligini e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatı Xitoyparast chet el taratqullari va ommaviy guruhlarni Sharq Turkistonda nishonliq ziyorati bo'lishga tashkillasimi, lekin BDTni o'z ichiga olgan xalqaro tekshiruvchilarning bu rayonda mustaqil va tarafsiz tekshirish ilib berishni rad qilib kelmoqda. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.